Assalomu alaykum. Bo'riyev bilan futbol kanaliga xush kelibsiz, do'stlar. Nihoyat Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finallariga ham yetib keldik. Uzun mavsum o'zining eng qizg'in pallasiga kirib keldi. Hafta oxiridagi El Clasicodan so'ng bu hafta o'rtasida bizni Yevropaning ayni damdagi eng kuchli 4 jamoasi ishtirokida Chempionlar Ligasining yarim finallari kutib turibdi. Ushbu videoda 4 tala jamoaning ham hozirgi holati, jarohatlar, o'yinga tayyorgarlik va albatta taxminiy natijalar haqida gaplashamiz. Yaxshilab joylashib oling, oldinda bizni dramatik hafta kutyapti. Ishga kirishdan avval videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va o'z taxminlaringizni izohlarda qoldirishni unutmang. Qani boshladik. Yevropa Chempionlar Ligasining bu mavsum savachasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ikki tomonda bir qiziq holatni ko'rishimiz mumkin. Bir tomonda Yevropa Chempionlar Ligasida hali biror marta g'olib bo'lmagan ikki jamoa, Arsenal oxirgi marta 2006-yili Yevropa Chempionlar Ligasi finaliga chiqqan edi. O'sha o'yinda Anri boshchiligidagi to'pchilar Ronaldinho boshchiligidagi Barselonaga mag'lub bo'lib, kumush medal bilan kifoyalanishgan edi. Paris Saint-Germain esa 2020-yilda Neymar va Mbappe boshchiligida ushbu nufuzli turnir finaliga chiqib, taxmin qildingiz, ayni damda Barselona bosh murabbiyi bo'lgan Hansi Flick boshchiligidagi Bavariyaga mag'lub bo'lishgan edi. Albatta avlodlar almashgan bo'lsa-da, ikkala jamoada ham final tajribasi bor. Ikkinchi tomonda esa Yevropaning yirik tarixga ega bo'lgan ikki giganti to'qnashadi. Ularning nafaqat titullari, balki o'zaro o'yinlari ham futbol tarixiga oltin harflar bilan yozib qo'yilgan. Barselona Yevropada 5 marta tengsiz deb topilgan. Oxirgi marta Luis Enrique boshchiligida 2015-yili g'oliblikni qo'lga kiritishgan va bu yarim final 2019-yildan beri birinchisi hisoblanadi ko'k anor ranglilar uchun. Inter esa Chempionlar Ligasining 3 karra g'olibi, oxirgi marta 2010-yili Jose Mourinho boshchiligida Italiya klublari ichida birinchi treblni qo'lga kiritgan va 2023-yili Inzaghi shogirdlari finalgacha yetib borishgan edi va Manchester Cityga finalni boy berishgan edi. Endi bevosita o'yinlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, dastlab seshanba kuni bo'lib o'tadigan Arsenal va Paris Saint-Germain uchrashuviga nazar solamiz. U yerda Arsenal Chempionlar Ligasi guruh bosqichini ajoyib tarzda 4-o'rinda yakunladi va nimchorak finalda PSV Eindhovenni yirik hisobda mag'lub etishdi. Chorak finalda esa Chempionlar Ligasining eng muvaffaqiyatli klubi Real Madridni tormor etib shu bosqichgacha yetib kelishdi. Ayni paytda Premier Ligada Arteta shogirdlari ketma-ket 3-bor kumush medalga ega chiqishga yaqin. So'nggi 5 o'yinda mag'lubiyatga uchrashmadi, 3 ta g'alaba va 2 ta durang. Juda ko'plab jarohatlarga qaramasdan londonliklar yaxshi darajani saqlab turishibdi. Ayni paytda Arsenal tarkibida 5 ta jarohat olgan futbolchilar mavjud. Ulardan eng muhimlari Gabriel, Kai Havertz, Jorginho. So'nggi xabarlarga ko'ra Calafiori va Ben White Paris Saint-Germainga qarshi o'yinda qaytish ehtimoli mavjud. Bundan tashqari Thomas Partey o'yinni diskvalifikatsiya sabab o'tkazib yuboradi. Umuman olganda jarohatlarga qaramasdan Mikel Arteta ajoyib jamoa shakllantira oldi va shubhasiz Paris Saint-Germain uchun yaxshigina sinov bo'lishadi. Paris Saint-Germain haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ular liga bosqichini yaxshi o'tkazishmadi. Murakkab taqvimdan so'ng ular 15-o'rin bilan kifoyalanishdi. Play-off bosqichida vatandoshlari Brestni yirik hisobda tormor etishdi. Chorak finalda esa Premier Liganing ayni paytdagi g'olibi Liverpoolni musobaqadan chiqarib yuborishdi va chorak finalda Unai Emery'ning Aston Villasini mag'lub etishga muvaffaq bo'lishdi. Parijliklar Fransiya ligasini allaqachon muddatdan avval hal qilib bo'lishdi. Shu sababli ularda ancha yengil taqvim yuzaga kelgan. Shunga qaramasdan ularning oxirgi 5 ta o'yinida natijalar maqtanarli bo'lmadi. Enrique shogirdlarining Liga 1dagi mag'lubiyatsiz seriyasiga Nitsa tomonidan nuqta qo'yildi. Bundan tashqari bitta durang va yana bir mag'lubiyat bilan yarim finalga yetib kelishmoqda. Jarohatlar yo'q, diskvalifikatsiyalar ham mavjud emas. Butun tarkibi bilan ancha dam olgan holatda kelishadi Parij futbolchilari. Ushbu o'yin ultra hujumkor va kuchli jismoniyatga ega bo'lgan ikki jamoa o'rtasida bo'lib o'tadi. PSJning tezkor va texnikasi yuqori hujumchilarini Artetaning intizomli himoya devori to'xtatishga harakat qiladi. Taxmin qilish juda qiyin, shaxsan men 50-50 deb hisoblayman. Balki birinchi o'yindan so'ng fikrim o'zgarar, ammo hozircha biror jamoaning yaqqol ustunligini ko'rmayapman. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin.
Va do'stlar, barchamiz kutgan yarim finalning ikkinchi o'yini Barselona Inter haqida gaplashamiz. Barselona bu o'yinga juda yuqori kayfiyatda yetib kelmoqda. Shanba kuni Copa del Rey finalida azaliy raqibi bo'lmish Real Madridni dramatik kechgan o'yinda mag'lub etishdi, comeback amalga oshirishdi. Pedri, Kubarsi va Ferran o'yindan keyin intervyularda aytib o'tishdiki, kuch qolmadi, mushaklarda tortishishlar mavjud deb. Kayfiyat zo'r bo'lishiga qaramasdan juda kuchli charchoqni inkor etib bo'lmaydi. Eng muhim futbolchilardan Balde va Levaning qaytishi noma'lum. Balde birinchi o'yin uchun qaytish ehtimoli bor, ammo juda kam. Lewandowski esa ikkala bahsni ham o'tkazib yuborishi deyarli aniq bo'lib ulgurdi. So'nggi 5 uchrashuvda kataloniyaliklar bitta mag'lubiyat va 4 ta g'alabaga erishdi. Yaxshi formada yetib kelishyapti. Chempionlar Ligasida esa Barselona liga bosqichini 2-o'rinda yakunladi. Nimchorak finalda Benfica'ni mag'lub etishdi va chorak finalda Dortmundning Borussia bilan qiyin o'tgan, ayniqsa ikkinchi o'yinda g'alabani saqlab qolib, yarim finalgacha yetib kelishga muvaffaq bo'lishdi Flick shogirdlari. Raqibimiz Inter esa butunlay boshqacha kayfiyatda Montjuikka tashrif buyurishmoqda. So'nggi 3 ta o'yinda ketma-ket mag'lubiyatga uchrashdi. Inzaghi shogirdlari birorta gol ura olishmadi ushbu o'yinlarda. Oxirgi g'alaba 12-aprel kuni Kaleriga qarshi o'yinda qayd etilgan edi. Bundan keyin Inter Italiya kubogidan chiqib ketishdi va A Seriya poygasida ham Napolidan 3 ochko ortda borishmoqda. 10 kun oldin Inter muxlislari treblni orzu qilib turishgan edi. Hozir esa Inter hattoki bitta kubokni ham qo'lga kirita olmaslik xavfi ostida qolishmoqda. Albatta bu natijalarga jarohatlar ham jiddiy ta'sir o'tkazdi. Eng muhimlaridan biri shubhasiz Marcus Thuram. Uning yo'qligida jamoa hali gol ura olgani yo'q. Uning birinchi o'yinga qaytish ehtimoli mavjud, ammo hali aniq emas. Bundan tashqari Benjamin Pavard ham jarohat olib, Barselonaga qarshi o'yinni o'tkazib yuborishi aniq bo'ldi. Inter Chempionlar Ligasining bu mavsumida eng kam gol o'tkazgan jamoa hisoblanadi. Liga bosqichida Barselonadan keyin 3-o'rinni egallashdi. Nimchorak finalda Feyenoordni mag'lub etishdi. Chorak finalda esa murakkab kechgan o'yinda final mezbonlari Bavariyani musobaqadan chiqarib yuborishga muvaffaq bo'lishdi Inzaghi jamoasi. Umuman olganda ushbu uchrashuv charchaganlar jangi bo'ladi. Ikkala jamoada ham taqvimning tig'izligi qattiq charchatib qo'ydi futbolchilarni, ammo kayfiyat jihatdan Flick shogirdlari ustunroq deb hisoblayman. Inter esa ikkita turnirni deyarli boy berganidan so'ng yagona umidi Chempionlar Ligasi hisoblanadi. Shu sababli futbolchilar bor kuchlarini ishga solishlari aniq. Barcha jihatlardan kelib chiqib, men Barselonaning g'alabasini taxmin va umid qilyapman. Obyektiv qaraganda ham hozir Barselonani to'xtatib bo'lmaydigandek ko'rinmoqda. Bosim yuqori bo'lgan katta o'yinlarda, taktikalar ishlamayotganda futbolchilar individual mahoratlarini ishga solib jamoani qutqarishmoqda. So'nggi 5 o'yindan ikkitasini dramatik comeback orqali g'alabaga aylantirganliklari ham bu gapga isbot bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqib men Barselonaning imkoniyatlarini 60% deb hisoblayman. Albatta yuqorida aytganimdek, bu birinchi o'yindan keyin o'zgarishi mumkin, ammo hozircha men Flick shogirdlariga 100% ishonaman. Nihoyat 6 yildan so'ng Barselona yarim finalga yetib keldi va nihoyat 10 yildan so'ng finalgacha ham yetib borishiga umid qilamiz. Shu bilan do'stlar, bizning Chempionlar Ligasiga prevyumiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizningcha kim bu yilgi Chempionlar Ligasi finaliga chiqadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Siz bilan payshanba kuni birinchi o'yinlardan keyin yana ko'rishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling va doimgidek Visca el Barça.